Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Bobirjon akamizni yangi boshlagan do'koniga kelganmiz. Bu do'konda ko'rib turganlaringdek ko'p shkaflar, turli xil kuxinniy mebellar, sondiqchalarimiz bor. Bularni zakaz asosida xohlagan razmerda, xohlagan devorlaring, uylaring rangiga moslab, xohlagan fasonda qilib berishlari mumkin. Xo'p, mana ko'rib turganlaringdek bundan tashqari mana yosh bolalar uchun kiyim-kechakni tahliyelaydigan shkaflarimiz bor. Mana har xil usulda. Xo'p, bundan tashqari yana bitta nimamiz bor. Xo'p, variantga halol narsa savdoga bitta pasport evaziga beriladi. Ko'rib turganlaringni barchasi. Bundan tashqari bu akamiz akfa ham chiqaradi. Akfani hop deraza romdislarni qanaqa holatdagilari bo'lsa, hamma turi ular ham shu variantga chiqariladi. Bitta pasport evaziga. Bundan tashqari plastiklik bor, alyuminiylik bor. Zakazga qarab boshqa xildagilari ham chiqarilaveradi. Do'stlar, qolgan narx-navolarni, qolgan ma'lumotlarni hozir Bobirjon akamiz o'zidan so'raymiz. Assalomu alaykum. Rahmat o'zi, onasiga charchamang. Rahmat. Vaqtida kelganingizga. Rahmat. Biz hozircha do'konimiz asosiy ishlab chiqaruvchimiz biz. Narsalar ko'p yig'ib berib tayyorlab beramiz. Bu javonlarimizni katta, eng kattasini 650 ming so'mdan qilib beramiz. Naqd pul. Bu 650 ming so'mdan. Bu kompyuterni stolimiz. Yosh bolalar uchun mana qancha qilib olsa mana. O'zini o'zi yopib turadi, daqirab ketmaydi. Tortmalari bor. Bu yerda klaviaturani ishlatadigan, kompyuterga moslangan, dars qilgani, shunaqalarga moslangan. Buni biz 1 million 100 ming so'mdan qilib beramiz. 1 million 100 ming so'm. Mana shu to'rtta kilometkalar hamma yo'q. Chiroyli bo'lgan, chiqib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi va ko'chirsa ham ko'chmaydi. Hamma yo'q qo'ldan kelgancha bo'lgan. Bu kufnamiz. Buni 70 sm. Buni shu turishini 1 million 600 ming so'mga beramiz. Turishi 1 million. Bu ham mana aylanasiga provoka kironka, hamma yo'q chiroyli bo'lgan, tortma mana o'zini o'zi yopib qoladi. Mana qilmaydi, daqiramaydi, boshqa. Bu detskiy shkafimiz kattaroq, ikkita 3 tali bolalarga mana otsa buyoqlarda kiyimlar ilib qo'yadi, boshqa bo'ladi. Bu ham o'zini o'zi yopadi, daqiramaydi. Bizda hamma sifatli bo'lgan. Buni 1 million 100 ming so'mdan beraveramiz bu shkaflarimizni. Bu kichkinarog'i, buni kichkinarog'ini 3 yashikli bo'ladi bu. Bularni 750 ming so'mdan beramiz. Turishi 750. Turishi 750 ming so'm. Shuni bizda dastlabki besplatni o'zimiz olib borib qo'yib berib kelamiz. Keyin bu yoqda asha dastlabki qayergacha shuni aytib qo'yaylik. Xonobod, Sultonobod, Tapalikdan Qorasuv bizga farqi yo'q. Kerak bo'lsa Andijon bo'yichami? Endi kerak bo'lsa Andijon bo'yicha olib yetkazib beraveramiz. Biz zakazlarga qarab ishlayveramiz. Bu yoqda arzon so'raganlar uchun Andijonda chiqarib, arzon eshiklardan chiqarib qo'yganmiz. Razmerlari 70 ga 180 bo'ladi. Zamoylari plastik zamoydan emas, bunaqa baquvvat zamoydan qo'yiladi. Mustahkam bo'lish uchun zamoylarimizga 1 yil kafolat bor. Bularni o'zini olib borib qo'yib, shunaqa xizmatlari bilan 800 ming so'mdan qilib beramiz. Mana shu bitta eshikda. O'zi olib kelsa 700 mingdan beraveramiz shu holatiga. Oynalari bor, dastlabki ichida. Bular alyuminiydan qilinadi. Bu yoqda plastikdan materiallarimiz bor. Mana bu 120 ga 160 2 qavat oynali bo'ladi bularimiz. Bularimiz shu turishi 600 ming so'mdan beraveramiz. Shu turishini 600 ming so'mda o'zi olib ketadi. Agar ustanovka shunaqalar bo'lsa 700 ming so'm bo'ladi. Ustanovka 100 ming. 100 ming so'm qo'shiladi. Endi u ichida pena bu narsalar bor. Kvadratiga qarab, har xil o'lchamiga qarab, uyni dizayniga qarab bizga farqi yo'q. Shunday razmerda beradi. Tayyorlab, yasab, chiroq qilib olib borib, o'rnatib, mijozni xohishiga qarab qilib beraveramiz. O'sha naqd pulga, bo'lib to'lashga, bitta pasportni bersa, shunday turib endi kimdir uyga katta obyekt qiladi, to'y qilayotganlar bo'ladi, divan spalni garniturlar shunaqalar. Shularni ham qo'lga qilib tayyorlab beramiz. Qo'limizdan kelgancha endi. Zo'r. Hurmatli obunachilar, do'stlar, kimga mana shunaqa variant asosida mana shunaqa narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Bobirjon akamizga aloqaga chiqadi. Men telefon nomerlarini qo'yib ketaman. Kanalimiz yangi, like va podpiska tugmasini boshqa unutmanglar, qo'llab-quvvatlashga davom etinglar. Biz sizlarga yanada manfaatli videolar chiqarishda davom etamiz.